Sunnatda o'qigisi kelmay turgan paytda ja namozda yuzda. Shunda keldingizda o'sha yerda tolashyapti. Takbir ayt deyapti bir tomoningiz. Sunnatda o'qi deyapti ikkinchi tomoningiz. Yo Alloh, sunnatni muhokama qiladigan darajaga tushib qoldik-a. Sunnatni o'qimaslikni muammo qiladigan davrga kelib qoldik. Mana yosh kattalardan so'raylar-da, namoz qanaqa o'qiladi desa, peshinda 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat o'qiysan desa, tamom, qonun edi bu. Bittasini qoldirish mumkinligini bular so'ramagan ham. Sunnat u vopros masjidida u. Endi qanaqa zamonga kelib qoldik? Diniy bilimlar ko'paygandan keyin sunnat o'qish kerak emas degan narsani muhokama qilyapmiz. Qayerga kelib qoldik? Muhammad Avvoma rahimahulloh, mana zamonimizdagi eng kuchli muhaddislardan. Bir suhbatida Abu Hanifani himoya qilyotib aytdiki, men uyalyapman hozirgi holatimdan deydi. Nimaga desa, men Abu Hanifani himoya qilayotganimdan uyatyapman deydi. Ya'ni qaysi zamonga, qaysi davrga kelib qoldikki, Abu Hanifani himoya qilishga to'g'ri kelinyapti, birodarlar. Nima bo'pti? Abu Hanifa kim ekan? Abu Hanifami? Tobiin. Meni imomim tobiin. 6 ta yoki 7 ta sahobani ko'rgan. Biz sunnatni o'qimaslikni muhokama qiladigan davrga yetib keldik, birodarlar. Yig'lagin keladi odam. Abu Hanifani himoya qilish kerak bo'lgan zamonda yashayapmiz. Mazhab kerakmi, kerak emasmi degan masala ko'rilyapti. Yo Alloh, qaysi kunga kelib qoldik-a?